Hayz buziladigan qizlarda turmush qurgandan keyin hayzlari to'g'rilanib ketadi va bu muammolar yechimi topiladi. Ko'p holatlarda bizni mentalitetimizda mana shunaqa xato o'ylar orqali ko'p qizlarimiz homilador bo'lmaslikka, turmushdan keyin tez orada turmushlari buzilib ketishiga sabab bo'luvchi g'oyalar hisoblanadi. Aslida ham shundaymi? Hayz buziladigan qizlar turmush qurgandan keyin gormonlari to'g'rilanib, hayzlari to'g'rilanib ketadimi? Mana shu savollarimizga bugun javob topamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qay holatlarda darholda qiz bolani shifokorga olib borish haqida fikr yuritasiz. Bugungi videomiz aynan qizlar salomatligi haqida. Videolarimizda foydali ma'lumotlarimizni olish maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va bizga obuna bo'lishni unutmang. Qiz bolalarimizda hayz buzilishi bu aslida normal holat emas. Qay holatlarda qizlarda hayz to'g'ri hisoblanadi? Ayniqsa yosh qizlarimiz 15 yoshda boshlab qizlarimiz hayz ko'radigan bo'lsa, birinchi balog'at yoshiga yetgan qizlarimiz 12, 13, 14 yoshdan boshlab hayz ko'rishadi. Ba'zi holatlarda bu qizlarimizda 1 yilgacha hayz kelishi to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ya'ni organizmda gormonal holati, bosh miyani gormonlari to'g'ri yo'lga tushib olishi uchun 1 yil muhlat beramiz. Aynan qiz bolamiz 13 yoshda bo'lib 14 yoshgacha 1 yil mobaynida hayz to'g'ri ko'rmasligi bu normal holat deb qabul qilamiz. Ammo muntazam yillar davomida qizimizni hech ham hayzi to'g'ri yo'lga tushib olmasligi, oyma-oy, sanama-sana kelishi, miqdorini kunini to'g'ri kelmasligi bu albatta shifokorga murojaat qilish uchun katta signal hisoblanadi. Qiz bolalarimizda hayz qanaqa bo'lishi kerak? Norma holatlarda qiz bolalarimizda hayz 21 kundan 35 kun oralig'ida bo'ladi. Ba'zi qizlarimiz 21 kunda hayz ko'radi, ba'zi qizlarimiz 28 kunda hayz ko'radi, ba'zi qizlarimiz 35 kun yoki 40 kunda hayz ko'radi. Bu degani hayzni birinchi kunidan keyingi hayzni birinchi kunigacha bo'lgan oraliq hisoblanadi. Mana shu oraliq bu hayz sikli deyiladi. Aynan mana shu yoshlarda qizlarimiz ko'p holatlarda o'zini hayzi qanaqa kelayotganini tushunishmaydi. Buning uchun qizlarimizga hozir zamonaviy gadjetlarda ishlab chiqarilgan bir qancha ilovalar tavsiya etiladi. Ya'ni hayz siklini boshqarib borish, hayz siklini kuzatib borish ilovalari bor. Mana shu ilovalarni telefonlariga yuklab, shu ilovalar orqali hayzini kuzatib borishsa bo'ladi. Ya'ni nechinchi sanada keldi va nechinchi sanada kelyapti. Nech kun ko'ryapti, nech kunda toza bo'ldi, qancha miqdorda qon kelyapti. Mana shular qiz bolani hayzini oynasi hisoblanadi. Mana shu ilovalar orqali agar qizimiz o'zi hayzini nazorat qilib borishi mumkin, buziladigan holatlar bo'lsa, darhol onasi orqali shifokorga murojaat qilishga sabab bo'lishi mumkin. Endi hayz buziladigan qizlarimizda ko'p holatlarda yoshi katta ayollarimiz, onalarimiz e'tibor bermasdan turmush qurgandan keyin bu o'z holiga tushib ketadi. Bu qiz bolalarda uchraydigan normal holat kabi vajlar bilan qizlarimizni shifokorga, ginekologga o'z vaqtida olib borishga uyalishadi. Ya'ni bizning mentalitetimizda bu ba'zi holatlarda uyat hisoblanadi. Mana shu uyat deb hisoblagan holatlardan keyin turmush qurgan qizlarimizda ona bo'lish imkoniyatlari kamayib ketadi. Ya'ni 1 yil, 2 yil, 3 yil jinsiy hayot bilan yashab homilador bo'lmagandan so'ng shifokorga olib borishadi va shifokor tomonidan surishtirilganda bu qizimizni hayzi qiz bolali paytida yo'q, buzilib yurganligi aniqlanadi va bu gormonal holatni o'z o'rniga keltirib ona bo'lishga tayyorlaguncha ancha muddat vaqt yo'qotiladi, qizimiz stress oladi, oilada har xil kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar bo'ladi. Shuning uchun qiz bolalarimizda hayz buzilishi bu normal holat emas. Qizlarimizni hayzi buziladigan bo'lsa, o'z vaqtida shifokorga olib borib, gormonal holatlarini tekshirib, aynan hayz buzilishiga nimalar sabab bo'lyapti? Qizlarimizda qalqonsimon bez yetishmovchiliklari, ayniqsa biz O'zbekiston hududimizda yod yetishmovchilik holati tufayli qizlarimizda ko'p holatlarda buqoq kasalligi bilan aziyat chekishadi. Qalqonsimon bez yetishmovchiligi holatlarida qizlarimizda hayz buzilishiga sababchi bo'ladi. Keyingi sabablardan biri bu tez uchraydigan tomoq kasalliklari, xalq tilida angina deyiladi. Tez uchraydigan tomoq kasalliklari, burun kasalliklari holatlarda mana lor a'zolari kasalliklarida ham ko'p qizlarimizda hayz buzilish holatlari, hattoki uzoq yillar davomida davom etgan tomoq kasalliklari angina tufayli
qizlarimizda hayzlari judayam kamayib ketishi, tuxumdonda urug'larida judayam kamayib ketishi holatlari va hayz ko'rmay qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun qizlarimizda hayz buzilyaptimi, darhol shifokorga murojaat qilib, buni sababini aniqlab, tubdan aniqlab va buni o'z vaqtida yechimini topish kerak. Hayz buzilishining sabablaridan yana ko'p omillardan bittasi kamqonlik hisoblanadi. Hozirgi turmush tarzimizda qizlarimizda noto'g'ri ovqatlanish, kech uxlash, kam harakatlilik, bular hammasi hayz buzilishining asosiy omillaridan bittasi. Ko'p fast food iste'mol qiladigan qizlarimiz bor, noto'g'ri ovqatlanadigan qizlarimiz bor, kam harakat qiladigan, o'tirib ishlaydigan, ofisda ishlaydigan qizlarimiz bor. Bunaqa qizlarimizda ham ko'p holatlarda qon aylanish buzilishi tufayli ham hayz buzilish holatlari kuzatilishi mumkin. Aynan sizning qizingizda qaysi holatlar bo'lyapti? Albatta kuzating va o'z vaqtida shifokorga murojaat qilib, muammoni o'z vaqtida yechib, qizlarimizni sog'lom turmushga uzatishimiz va sog'lom ona bo'lishini ta'minlashimiz kerak. Bu kabi foydali ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring.